Damas? Kim u? Menman Damas aka. Men sizni yoqtirib qolganman. Va meni xotinim bor-ku singlim. Mayli, menga qizig'i yo'q. Ishonmasangiz mana qo'limga o'yib yozganman Damaschi deb. Bu muhabbatning belgisi. Ya, hozir xotinim chiqsa, hamma yo'g'ingizga belgi qo'yib yuboradi. Boring, tezroq siyg'aning, mashaq qarab siyg'anib o'ynaysan ekan. Nima qilaring? Ha, xotin, Anvarjon to'yga aytib kelibdi. Boring. Mayli, men ketaman. Lekin bitta narsani unutmang. Nimani unutmayman? Bugun qo'limga Damaschi deb yozgan bo'lsam, ertaga 33 394 deb baqirganlaringizni yuragimga yozaman. Oh, singlim, meni qiynamang. Aylarda yadaysan yoshligimda. Я пьяный молодой, бары как домой. Hofiz aka, Damas keldi. Nima qilib kelgan bo'lsa? Moncha pul edi menga. Serios? Damas haqida qo'shiq so'zni bosib oling. Bozormizga. Turishimga ko'p ishonmang, turishimga yelik emas, oddiy Damas minishimga. Opaxonlar orzu havas tilasangiz Damaschiga qiz uzating, Damaschiga. Aslbek, sen de sho'ra solib tur, hozir boraman, ertaga kassa bor $300,000. Uxlamay olish kerak. Assalomu alaykum. Voy aka, yaxshimisiz? Tamam. Shu uyat bo'lsa ham aytaman endi. Shu 222 394 deb baqirganingizga shu boshqaroqli bo'lib qolganman. Bitta baqirib bering, iltimos. Nima qilib bo'l? 222 394 yangi bosar ketamiz. Shu 222 deb baqirganda tugorasan domar. Rahmat, mana desaka. Oshirib yormayapsizlarmi? Damasim bor krasiva, men Captiva.